Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar va hurmatli kuzatuvchilar. Men Qo'qon universiteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi Umar va Muniraxon bo'laman. Men bugun sizlarga boshlang'ich sinf darslarini qiziqarli tashkil etish va takrorlash ishlarini samarali o'tkazishda kerak bo'ladigan metodlardan biri bo'lgan sirli maktublar metodi bilan tanishtirib o'taman. Bu metodni o'tkazish uchun quyidagi ko'rgazmamizdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu metodimizni amalda qo'llab ko'rishimiz uchun bizga Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 61-sonli maktabning 1A sinf o'quvchilari yaqindan yordam berishdi. Ushbu metodimizni o'tkazilish bosqichlari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi, o'quvchilar dastiga bittadan taklif etiladi va qutichadan bittadan raqam tanlashlari so'raladi. Ikkinchidan, tanlangan raqamga mos maktub, ya'ni savol konverti o'qib ochiladi va ichidagi savolga javob beriladi. Uchinchi, to'g'ri javob bergan o'quvchi rag'batlantiriladi. To'rtinchi, shu tariqa dars davomida barcha o'quvchilar navbat bilan qatnashadilar. Ushbu metod ko'pgina afzalliklarga ega bo'lib, o'quvchilarda birinchidan qiziqish uyg'otadi, ikkinchidan faollikni oshiradi. Har bir bola faol qatnashadi, savol tanlaydi, fikrlaydi va javob beradi. Uchinchidan, e'tibor va diqqatni rivojlantiradi. Raqam va savollar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash orqali diqqatni jamlaydi. To'rtinchidan, nutq va ifoda ko'nikmasini oshiradi. Javob berish jarayonida bola o'z fikrini aniq va ravon ifoda etishni o'rganadi. Agar bu metod sizlarga foydali bo'lsa, layk bosing, izoh qoldiring va albatta obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.